Va nihoyat Manchester United 3-yarim himoyachisini oldi. O'sha aytilgan gaplar hammasi to'g'ri ekan. Manchester United parda ortida ishlar olib borayotgan ekan. Carlos Baleba to'g'risida xabar chiqdi va 2 kundan keyin transfer yakunlandi. Kecha tunda bu haqida Fabrizio Romano, David Ornstein va bir qator insayderlar yozishdi. Yoshligimda Rex degan kuchugim bo'lardi. Dadam dumini kesib tashlagan bo'lsa ham u sodiqligicha qolgan, hech qayerga ketib qolmagan. Baleba ham xuddi shunaqa o'yinchi ekan. 1 yil oldingi shaxsiy shartli haligacha amalda ekan. Tasavvur qilsanglar, 2025-yilda Carlos Baleba Manchester Unitedga o'tishiga bir qadam qolgan edi. Faqatgina transfer summasi bunga to'sqinlik qilgan. Brighton 115 million funt atrofida so'ragan, Manchester United bunaqa summaga olmayman degan. Baleba bilan bo'lsa o'sha paytda shaxsiy shartlarni kelishgan edi, ya'ni oylik masalasi va boshqa masalalar. O'sha narsa haligacha amal qilib turgan ekan deb, o'sha bo'yicha ishlashdi, Brighton bilan narxini kelishishdi. Mana o'tgan yozda 115 million bo'lsa, hozir uni 65 plus 5 million umumiy bonuslar bilan 70 million funtga xarid qilishdi. Ko'pchilik mendan so'radi, o'yini tushib ketganiga nima degan bo'lardingiz? 1 yil oldin masalan yorib olgan, zo'r o'yinchi bo'lgan, haqiqiy tayanch bo'lgan, APL eng yaxshi tayanchlardan bo'lgan, yosh bo'lishiga qaramasdan, lekin formasi keskin tushib ketdi deganda, albatta o'ta olmagani bir sabab, bu ham bir aniq sabab. Chunki Kamerunda Afrika Kubogida o'tgan yil qishda juda ham yaxshi o'yin ko'rsatganini bilamiz agar ko'rgan bo'lsangiz, lekin Brightonda hech ishlari baribir yurishmadi. O'sha Manchester Unitedga aynan o'tolmagandan keyin bu hodisalar yuz berdi. O'tishni juda ham xohlagan ekan, orzusi ekan, oxirigacha kutdi, mana oxir orzusiga yetdi. Shunaqa o'yinchilarni qidiryapti. Manchester United faqat shunaqa o'yinchilarga harakat qilyapti, nomlarga emas yoki qanday katta narxdagi o'yinchilarga emas. Tasavvur qilinglar, 155 million funtga Manchester United yarim himoya ishini bitirdi, 3 yarim himoyachi oldi. Agar Elliot Anderson bilan Mateus Fernandes olaman desa, 200 million bo'lardi, 200 milliondan ham oshib ketardi. Agar auksionga kirsa, narx yana ham ko'tarilib ketadi. Ya'ni talashganda Tottenham bilan Manchester City bilan shu narx-navo bo'yicha talashgan bo'lganda narx avtomatik ko'tarilib, undan ham kattaroq summa bo'lib ketadi. Lekin United 155 millionga 3 ta himoyachi oldi. Nima bo'lganda ham Carlos Balebaga omad tilaymiz. Kamerunlik futbolchi hozirda jarohatda, ikkita turni o'tkazib olishi yozilyapti. Bu birinchi, ikkinchi tur va sentyabrdan taxminan 10-laridan safga qaytar ekan. Menimcha to'liq yaxshi formada shu oktyabrlardan ko'rsak kerak deb o'ylayman. Albatta formaga tushishi ham bor. Men ham deymiz, ungacha boshqa o'yinchilarimiz amallab turishadi. Endi bizga bitta chap qanot olishsa bo'lmadi, ishlarimiz bitardi. Hujumchi masalasi agar zigzag ketsagina hujumchi olishi mumkin ekan. Hozirda eng asosiy maqsad endi faqat chap qanot himoyasi. Kuzatishdan to'xtamanglar, qo'llab-quvvatlashdan va muxlislik qilishdan charchaymiz. Come on guys.